Assalomu alaykum. YouTube ahli, assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa paxta sezoni boshlandi deb video qo'ygan edim. O'sha paxta sezonlari boshlanib ketdi. Tuproq tashlash jarayonlari manaki qo'lni turpoqlar to'kilib tashlayapti. Xonalarga to'ldirib, xonalarda ishlarni bir boshdan to'ldirib kelyapti. Mana shular ham polni turpoqdan to'lgan, tagida beton bor. Olti xonali uy. Vodiy bo'ylab xudo xolasa xizmatdamiz. Mana betoni bu tomonlari endi turpoqlarni to'kib to'ldirib chiqyapti. Samsung ishlayapti. Mana shu to'g'ri liniya ham beton. Xonalarga bo'lingan soni. Paxta xizmati sezoni boshlandi. Aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatda. Guruh ahli. Paxta qildiramiz degan akalar. Turpoq betondan mana shunday holatda baland bo'ladi. Mana betondan 40-50 balandlikda. Mana betondan 40-50 balandlikda turpoq to'kiladi. Polni betonlarning ichlari to'ldirilib, betondan 40-50 baland turpoq to'kiladi. O'shanda tuprog'i o'zi bilan o'zi yetadi. Polni. Abissaniyalarga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz faqat.